do'st bilan obod uying, gar bo'lsa u vayrona ham. Do'st kishi gar qo'ymas qadam, vayronadir koshona ham. Bugun sening kuning Obidjon, sening kuning bugun Obidjon. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, hurmatli Zo'r TV kanali muxlislari. Oshxona qirollari ko'rsatuviga aloqasi bo'lmagan obeddan salom ko'rsatuvimizni boshladik hurmatli azizlar. Ertadan salom mana 8:10 da 15 da boshladik hurmatli azizlar. Ilgari o'rganib qo'yamiz. Ertalar 6:30 kelishga hozir tamomila uyquga to'yib yo'llarga tushib mana bugun ko'rsatuvni boshladik. Bizni ko'rayotganlarning ko'ziga ko'z tegmasin, eshitadigan quloqiga ko'z tegmasin hurmatli azizlar. Bugun boshqa tarzda oshxonadan boshladik, chunki oshxonadagi bugungi mezbonimiz oshxonani qiroli, oshxonani xo'jayini Obidjon Asomovga umuman aloqasi bo'lmagan Obidjon, familiya nima edi? Jalolov o'rtoqlar, Obidjon Jalolov. Obidjon yaxshi oshpaz ukamiz bugun qani salomlash qo'y ertadan. Assalomu alaykum hammalarga. Boshlagan kuninglar xayrli, barakali o'tsin. Mana bugun sizlar bilan ertalabdan ko'rish nasib qildi. Rahmat shukr aka. Tanjoning sog' bo'lsin. Obidjon yaxshi 4 qator she'r o'qib Obid. 4 qator she'r. Mana men o'qidim-ku. 4 qator she'r. She'r hozir esimda-ya. Ya, endi mayli, esing kelgani. Maktabda o'qigansan, to'g'rimi? Nima she'r bor edi? O'sha maktabda nima she'r bor edi maktabda? Eslagin, 4 qator. Kecha kelgimdur debon, ul sarvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, otguncha uyqu kelmadi. Qani endi bu she'ri Obidjon shoshilmasdan o'qing. Kecha kelgundir debon, ul sarvi gul kelmadi. Mana shu o'qing qani. Kecha kelgundir debon deb. Kecha kelgumdur debon, ul sarvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, otguncha uyqu kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, otguncha uyqu kelmadi. Mana shunaqa. Ko'zlarimga kecha tong, otguncha uyqu kelmadi. O'ynanib ketay Obidjon Asariddin Ardashirov. Mana qaraylik qanaqa bir aqlli yigit. Mana shu oshpazlarimiz shunaqa chiqishib ketadigan, bir pasda ko'rishib ketadigan, bir pasda bir aytgani qiladigan insonlarni men hurmat qilaman. Obid o'zi zo'r yigitdi bu, bebaho yigit, tilla yigit. Buni ijtimoiy tarmoqda ovqatlar qiladi, yurg'izadi, baraka top. Ertalabdan kayfiyat ko'targan yaxshi, Obid, to'g'rimi? Ana ertalab vaqtli o'tirasan, nima qilasan birinchi turishing bilan? Ana uyg'onding, turding. Ochiqni ayt, qo'rqmasdan ochiqni ayt. Qo'rqmasdan. Mana hozir jonli efir ketyapti. Nima qilasan turishing bilan? Yuz qo'l yuvib, keyin choy ichib. Yo'q, yuz qo'l yuvishdan oldin nima qilasan? Turaman bo'l. Turib tahorat qilib bo'ldi shu. Yo'q, mana turib uyg'onasan, birpas yotasan, xayol surasan. Nima bo'pti hozir? Nima ekan deysan, keyin o'rningda turib o'tirasan birpas, to'g'rimi? Yoki rest turib ketib qolasan. Birinchidan bir narsani aytib o'tmoqchiman, hurmatli azizlar. Uyg'onishingizni o'rnidan darrov turib ketish kerak emas ekan. Bu organizmga juda ham zarari bor. Sababiki sekin shoshilmasdan turish kerak. Yana bir bora assalomu alaykum. Hozir hammanglar hayron qolayotgandirsizlar, qizlar qani, nima qizlar-yu? Qizlar siz qanaqa o'zingiz olib boryapsiz deb. Qizlarimiz bizni poylab, bizni boshlovchimiz. Marhamat. Iyun payshanba tongi bir anchadan beri ushalmayotgan orzularingiz ushalishiga tilakdoshmiz va muhim bir eslatma bilan hozir yo'llanmoqchiman. Aziz muxlislarimiz, 8 kun deb nomlangan serialimiz boshlangan. Nechida boshlanardi, nechida edi-ya? Voy, eslab qolmabman deganlarga aynan ertalabdan salom dasturdan so'ng tomosha qilishingiz mumkin. Demak, bizdan uzoqlashmaysiz. Dushanbadan jumaga qadar 8 kun deb nomlangan serialimiz aynan ertalabdan salom dasturdan so'ng uzatiladi ekranda. Demak, azizlarimiz, ko'rdingiz, bizdan uzoqlashish yo'q. Zo'r TVda umuman boshqa yoqqa qo'ymang. Вот так вы красиво начали с хороших новостей для любителей сериалов, а их очень много. Итак, ассалам алейкум, хайрли тоинг, доброе утро, наши дорогие, любимые, самые прекрасные телезрители Зор ТВ. Итак, чудесный четверг, особенный день, день плова и прекрасного настроения. На календаре уже 19 июня. И как всегда в прямом эфире, да, сегодня чуть позже, потому что в прямом эфире был футбол, после него
чего сразу вышли мы для того, чтобы поднять вам настроение, подарить свои улыбки, эмоции, кайфият, в общем, да? Albatta. Без тайор. Но, Шукураке, нам вас очень здесь не хватает. Вы, конечно, там шикарно смотрите. Не, я все, Женя, я там не буду. Вы завязали, вы теперь там. Да. Nega Я ustoz? теперь вместе с Обидjon, а? Nega unday Ya bir pasda o'zgarishlar? oldinga boraman, xavotirim. Потому что там вкуснее. Obidjon bilan bugun efir boshladik. Obidjon bilan tugatamiz. Bugun mana sizlarga Abeddan salom o'zi o'rtoqlar. Bu ertalabdan salomimiz, Abeddan salom. Obidjon mana bugun Balg'ar qalampiridan golubtsiy qilib beradilar. Qiyma, mana qiymalar, guruchlar, pomidorlar, piyozdan to'rab qo'yibdi, ko'katlarni to'rab qo'ygan, ichiga mana juda chiroyli tarzda rangimiz Shahzod olmamni mana uni. Mana juda chiroyli tarzda ko'rinib turibdi. Tam o'ylamaylar masala bormi, yo'qmi deb. Obidjon juda bir chiroyli tarzda mana kartoshka sabzlari bor. Obidjon golubtsiyni qanaqalik qilib berasiz bizga bugun? Ukajonim. Hozir nima desanglar, ozgina endi suvliroq bo'lsin, sho'rvali ham qilishadi-yu. Aha. Sal suvni ko'proq solsangiz sho'rvali bo'ladi. O'sha qizartirib tomat olib kelmaysizmi? Tomat. Pomidor boru. Pomidor bor. Terisini olib tashlab, maydalab to'rab qizartirib qovurasiz-da. Kartoshkani ham qizartirib olib, sabzi bilan, keyin o'sha ozgina piyoz Qizartirib suvli qiling. bo'l. Chunki obed payti bo'lib qoldi. O'sha ko'rsatib turgancha obed bo'ladi. Reklamami? Ha, bo'ldi. Obidjon, Zo'r TV'da reklama deb yuboring. Ukam, qani e'tiboringiz. Zo'r TV'da reklama. Baraka top.